Hammaga salom do'stlar. Mana bugun sizlar bilan afsonaviy Cobalt avtomashinasini zavodskoy magnitofonidagi yana bitta funksiyani o'rganamiz. Ya'ni bu fleshkadagi papkalarni qanday qilib o'tkazish. Masalan, MP3 tashalgan bo'lsa, 500 ta MP3 tashalgan bo'lsa, 100 tadan 5 ta papkada deylik. Masalan, unga borish uchun ikkinchi papkadagi qo'shiqlarga rosa ter to'kishga to'g'ri keladi. Ya'ni mana bunday qilib o'tkazishga to'g'ri keladi. Endi biz savol tug'iladi, qanday qilib papkani chiqaramiz? Hozir mana bu o'tkazadigan knopkani ustidan bitta bosamiz, hamda pastga tushamiz. Mana shu papkaga kiramiz, hamda bizga kerakli papkada tanlaymiz, ya'ni papkadagi MP3larni va marhamat xohlaganiga o'tib olamiz. Keyin tanlagan qo'shig'imizni eshitib, dips qilib ketamiz. Hammaga oq yo'l do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang.